Agar to'rtburchakning diagonallari uning burchaklarining bisektrisalarida yotsa, u holda bunday to'rtburchak romb bo'lishini isbotlang. Bizga A, B, C, D to'rtburchak berilgan. Uni diagonallari burchak bisektrisasida yotadi. Bu burchagimiz alfa bo'lsa, bunisi ham alfaga teng. Bunisi beta bo'lsa, bunisi ham beta. Gamma, bunisi ham gamma. Shuni romb bo'lishini isbotlashimiz kerak. Romb bo'lishi uchun qarama-qarshi tomonlari parallel hamda diagonallari o'zaro 90 gradus burchak osida kesishini isbotlasak, berilgan ABCD to'rtburchak romb bo'ladi. Demak, dastlab to'rtburchak bo'lgani uchun ichki burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng. 2 alfa qo'shilgan 2 beta qo'shilgan 2 ta gamma qo'shilgan 2 fiimiz 2 pi, ya'ni 360 gradus. 2 ga bo'lib oladigan bo'lsak, alfa beta gamma filarning yig'indisi piga teng. Ikkinchisi, uchburchak ABC uchburchagimiz ichki burchaklar yig'indisi 360 gradus bo'lgani uchun alfa qo'shilgan 2 beta qo'shilgan gammamiz piga teng. Sistema qilib yuqoridan pastni ayirib yuborsak, bu yerda alfalar o'zaro yeyishib ketadi, gammalar yeyishib ketib, bizda demak fi minus beta tenglik 0, bundan fiimiz betaga tenglik kelib chiqadi. Uchinchisi, uchburchak A B D dan bunda ham ichki burchaklar yig'indisi 360 gradus bo'lgani uchun fi qo'shilgan 2 alfa qo'shilgan betamiz piga teng. Alfa beta gamma filarning yig'indisi ham piga teng edi yuqorida. Sistema qilib turib, yuqoridan pastni ayirib yuborsak, betalar o'zaro yeyishib ketadi, filar yeyishib ketadi. Natijada alfa minus gamma tenglik 0. Bundan alfamiz gammaga tenglik kelib chiqadi. Demak, dastlab fiimiz betaga teng degani bu burchagimiz bilan bu burchagimiz teng. Bu ikkita burchagimiz teng bo'lsa, AB tomonimiz parallel bo'lyapti CD tomonga. Sababi ikki parallel to'g'risiqni uchinchi to'g'risiga kesib o'tishdan hosil bo'lgan almashinuvchi burchaklar teng bo'lgani uchun bu ABimiz CDga parallel. Ikkinchisida alfa teng gammaligidan, demak, bu burchagimiz gamma burchagimiz bu burchagimizga teng degani AD tomonimiz parallel BC tomonga. Demak, qarama-qarshi tomonlari parallelligini ko'rsatdik. To'rtinchisi, jami alfa, beta, gamma va filarning yig'indisi piga teng edi. Demak, fining o'rniga beta qo'yamiz, gammani o'rniga alfa qo'yib yuboradigan bo'lsak, 2 ta alfa qo'shilgan 2 ta betamiz piga teng. Bundan alfa qo'shilgan betamiz pi taqsim 2. Demak, alfa qo'shilgan beta pi taqsim 2 ga teng bo'lsa, bu burchagimiz 90 gradusga teng bo'ladi. Unga vertikal bo'lgan bu burchagimiz ham 90 gradus, qo'shni bo'lgan burchak bunisi ham 90 gradus va bu ham 90 gradusga tengligi kelib chiqadi. Demak, bizda qarama-qarshi tomonlar parallel hamda diagonallari o'zaro 90 gradusda burchak ostida keshishi bunday shakl faqatgina romb A, B, C, D romb bo'ladi.